Toshkent havosga borgan sari bizilib ketayotgan paytda Toshkent postdan 7 kilometr kirganda katta bog' bor. Shu bog' oldida uchastka qurganman. O'zim qurganman, birovni uyi emas, maklerlarning puli yo'q o'rtada. Kelsangiz baraka qilamiz. Xo'p, o'rinlarni qilib qo'yganmiz. Orqa hovlini suvlar ko'chaga chiqib ketgan. Duxkonturni kotol ishlab turibdi. Boshqa qo'yilgan. Suv постоянный bo'lsa ham, gaz svetdan muammo yo'q, ulangan hammasi. Xo'p. Termiy ishurom yaxshisina sistemalar bilan birga bitta katta zal. Endi oshxona. Oshxonadagi podvol. Hop, детская bitta. Katta master spalya, o'zini sanuzul va orqa hovlisi bilan birga. Общий санузел. Endi chudishlarni qolmas. Bitta bo'lsa orqa hovli. Pastki nomerlar aloqa chiqsanglar kelib ko'rsatamiz, baraka qilamiz. Har bitta etapda video rasmlari bor. Juda zo'r sifatli qurilgan joy. Kelib ko'rib, ustida baraka qilasizlar.